Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va Kogon shahar aholisi. Mana bugun Kogon shahar axborot kutubxona markazining yil davomida qilingan ishlari bo'yicha hisobot tayyorlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-iyundagi O'zbekiston Respublikasi aholisini axborot kutubxona xizmati bilan yanada takomillashtirish to'g'risidagi 43-54-sonli hamda viloyat hokimining 19-yil 13-iyundagi 328-sonli Kogon shahar hokimining 2019-yil 21-iyundagi 16-11-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Kogon shahar axborot kutubxona markazi Vatanparvar 4-ko'chasida tashkil etilgan. Axborot kutubxona markazining jami kitob fondi 63554 dan tashkil etadi. Shundan foydalanuvchilar soni 6128 dan tashkil etadi. Oylik foydalanuvchilar soni esa 530 dan tashkil etadi. Qatnovlar soni 60007 dan tashkil etadi. Qatnov kitob berilishi 150.682 dan tashkil etadi. Onlayn foydalanuvchilar ham mavjud. Telegram kanallari, Facebook, Instagram, YouTube, Twitterlar mavjud. Shu kanallar orqali biz barcha Kogon shahar aholisiga kitob fondi yangi olingan kitoblar haqida ma'lumotlar berib boramiz. Axborot kutubxona markazida yana obunalar tashkil etilgan. 10 nomda gazeta, 21 nomda jurnal tashkil olinadi. Yana axborot kutubxona markazida esa 29 nomda 47 nusxada kitoblar sovg'a tariqasida berildi. Budjet tomonidan esa 554 nomda 767 nusxada 26.600.000 so'mga kitoblar olindi. Axborot kutubxona markazining moddiy texnika bazasi bo'yicha 2025-yil 96 million so'mga mebel jihozlari olindi. 12 million so'mga kompyuter jihozlari olindi. Axborot kutubxona markazida Unikat tizimi dasturida yig'ma elektron katalog tizimida bibliografik yozuvlar yaratildi. 372 ta bibliografik yozuv yaratildi. Vaqtinchalik bazada esa nusxa ko'chirish 5042 ta adabiyotlar dasturga kiritildi. Axborot kutubxona markazida shoir va yozuvchilarning tavalludiga bag'ishlab va muhim sanalarga bag'ishlab kitobxonlik haftaliklari o'tkazilmoqda. Bu kitobxonlik haftalarga 136 ta tadbir o'tkazildi. Undan tashqari Istiqlol, Zakovat, badiiy o'qish to'garaklari mavjud. Axborot kutubxona markazida 10 ta mahalla fuqarolar yig'iniga ko'chma kutubxonalar tashkil etilgan. Shundan 6 ta korxona va tashkilotlarga ham ko'chma kutubxonalar tashkil etilgan. Axborot kutubxona markazi texnologiyasi, kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish bo'limi xodimlari 5 ta Telegram kanalimiz bor. Bundan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube kanallarimizda faoliyat yuritib, har bir tadbirni shoir va yozuvchilarning tavalludiga bag'ishlangan videorolik, challenge, book trailerlar tayyorlanib, foydalanuvchilarga havola etilgan. Axborot bibliografiya bo'limida yangi kelgan gazeta va jurnallar ro'yxatdan o'tkazilib, har biriga muntazam ravishda kartoteka to'ldirilib boriladi. Har bir muhim sanalarga bag'ishlangan tavsiya ro'yxatlar, virtual ko'rgazmalar, mavzuli kartotelkalar tashkil etilgan. Hurmatli fuqarolar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, mana axborot kutubxona markazimizga tashrif buyurishlaringizni so'rab qolaman. Yangi adabiyotlar, yangi kitob ko'rgazmalar, shu yilda mo'ljallangan 96 million so'mga olinadigan yangi adabiyotlar sizlar uchun o'qishga marhamat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.